Hozirlar ko'rsatadigan narsamni parkent teshab turib, hali uncha parkentlik ko'rmagan. Parkent yuqoridan ko'rinishi desam ishonasizlarmi? Albatta hazil, bu parkent qurilayotgan parkent soyi maket hisoblanadi. Mana mashinalarga qaranglar. Realistik ishlab qo'yilgan, mana qaranglar. Realni ko'ryapti. Old-orqa faralari. Domlaga qaranglar. Soy bo'ylab qurilayotganda bu yerda ham xuddi shu domla soy bo'ylab ketyapti. Maketini ko'rsatgan, xuddi shu parkent soydan xonadon sotosanglar, korobka holatda bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlar ichini to'ldirishga erinsanglar, sizlarga bitta tashkilot ko'rsataman. Bu Boyqozon darvozadan shunday to'g'rida joylashgan parkent durs bo'ladi. Qisqasi, qayerdan bo'lsa ham korobka xonadon oladigan bo'lsanglar, parkent durs jamoasi sizlarga shu xonadoninglarni patkulch holatda o'zlari tayyor qilib topshirib beradi. Sizlar borib do'kondan mix ham sotib olmaysizlar. Shunday kaltini berasizlar, tayyor bo'lgandan keyin shunday kaltini olib, xonadoningizga kirib yashab ketaverasizlar. Qo'shimchasiga mana bunaqa rossiyskiy bo'lgan original eshiklar ham bor. Temir eshik xohlasanglar mana bunaqasidan ham bor. Agar didinglarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, mana shotlankalik ko'rasizlar. Xuddi mana shu daftarni, kitobni shu varoqlab o'zingizlarga didinglarga to'g'ri keladiganni liboyni topib olasiz, ruscha qilib aytganda. Keyin qo'shimchasiga bu yerda dekorativniy plastlar bor. Keyin Onyx bilan birga bir effekt beradigan mana bunaqa Onyx toshlar ham bor. Ust taraf oyna, bu taraf mana Onyx qilib ishlangan. Dizayni vobshe ajab. Bu eshiklarning sal narxi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan arzonroq eshiklar ham bor. Istalgan turdagi, istalgan dizayndagilarni topolsanglar bo'ladi. Bu joyga yana qo'shimcha xizmatlari, akfa xizmati va tunuka-fon xizmati ham bor. Dizaynlari chotki, istalganinglardek dizaynda chiqazib beradi. Bu yerda yana qo'shimchasiga mana bunaqa stol temirdan qilinadiganlari ham bor. Xuddi shu raqamlarga aloqaga chiqsanglar, ishinglar tezroq bitadi. Saturn Parkentga obuna bo'linglar, meni kuzatishni davom ettiringlar. Bunaqa yangiliklardan hali ancha ko'p bo'ladi.